Novza metrodan 127 mingga shunaqa chiroyli uy ko'rsataman. Podpiska bo'lib turinglar o'rtoqlar. Bu kirib kelaverish prixoshka, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, o'ng tomonda zal, bu yoqda spalni, bu yoqda detskiy. Kirilishdan to'g'rida esa oshxona joylashgan. Birin-ketin ko'rsatib o'tamiz. Zaldan ko'rsatadigan bo'lsak, zalda mexki mebellari hamma yo'qni yangi qo'yishgan, katta stoykali konditsionerlar qo'yib qo'yishibdi. 3 xona ham razdelli, ikkita sanuzelga ega. Sanuzelni birinchisi mana ko'rishingiz mumkin. Bunaqa yonadiganlari ham bor ekan. Xo'p. Spalniga o'tadigan bo'lsak, o'rtada spalnini ham hamma mebellari yangi qo'yilgan, konditsionerlargacha yangi qo'yib qo'yilgan. Smart televizorlar, bu detskiy xona, bolalar dars qiladigan nimalarni qo'yib qo'yishibdi, shkaflar. Xo'p, oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, oshxonaga kelaverishimizda o'ng qo'lda yana bitta sanuzelimiz joylashgan. Xo'p, oshxona ham alohida 4 tali stol stul. Xo'p, bunaqa texnikalarni hammasini yangi qo'yib qo'yishibdi. 127 mingga o'rtoqlar Novza metrodan 3 xona 9 etajga 8-etaj. To'g'rida Novza metro, bu yoqda Bunyodkor Shoh ko'chasi. Euro remont mebel texnikalari bilan hamma narsani qoldirib ketaman deyishyapti. Yana ham ozgina o'tadigan joyi bor. Pastki nomer qoldiramiz o'rtoqlar. Tez aloqaga chiqib bosib oladigan joy.